voy. Terlatib yuboryapti bu. Eldor, yaxshimisan og'ayni? Charchamayapsanmi? Qisqa qilaman. Больницаga keldim, belim вообще qo'yib yubormayapti. Grija deyishyapti. Вообще katta pul ketadi deydi. Qattasan? Ha, bo'ldi, shu har doim ko'rishadigan joyimizda ko'rishamiz og'ayni, ketib qolmay tur, yordaming kerak. Kelyapman, yo'ldaman, bo'pti, davay. Do'stim, tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Kechasi bilan uxlay olmasamdi. Belim shunaqa og'ridi, shamolladimmi deb o'yladim. Ertalab turib bo'lmadi, больницаga kelsam, grija bor dedi. Hozir mazang yaxshimi ish qilib? Amallayapman, lekin chidolmayapman. Doyni hozir grijaga juda katta pul ketadi. O'shanga men sendan so'raymanmi deb chaqiruvdim. Hoppay, grija degan. Shunaqa. Yurmasam bitta joyga olib boraman. Xudo xolasa ko'rmagandek bo'lib ketasan. Sen pul bermaslik uchun endi grijada. Voy, sendan pul aylansin do'stim, yur. Yaxshi Xudo xolasa zo'r bo'ladi hammasi hali. Voy, Keldik do'stim. sen xonadonga olib keldingmi yo Shifo kerakmi yo operatsiya kerakmi? do'stim? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Do'stim, men operatsiya qilamiz debdi. Bitta ko'rib qo'ying aka o'zingiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Nima bo'ldi? Kechasi bilan uxlay olmadim. Uxlay olmay bir tomonga og'riq berib, больницаga bordim, grija deyishdi. O'shanki og'aynimga telefon qilib, ozgina yordam qilib berasanmi puldan desam, seni shunaqa joyga olib boraman. Pul operatsiya bo'lmaysan deb ishontirib olib keldim. O'shanga yoningizga keldim aka. Ben ozgina bir tarafga ham qiyshab ketib qolibsiz o'ngga. Xudo xolasa 20 yildan beri davolab kelyapmiz. Inshaalloh sizni ham davolaymiz. Shifo Allohdan, sababi biza qilamiz. Bo'lmay hammasi yaxshi bo'ladi. Qani yechininch yoting, bir ko'raylik tekshir. Mana to'g'ri 5 birda o'rta razmerdagi grejalaringiz. Xudo xolasa oddiy bo'lib ketasiz. Shifosini bersin. Akajon, rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Ancha uxlashim yaxshi bo'ldi. Kechqurunlar vaqti qiynalayotgandim. Hozir yaxshi ham operatsiya qildirmagan ekanman aka. Rahmat sizga. Allohdan sababchisi biz. Aytganlarimni qilib yursangiz, Xudo xolasa qaytaraman. Rahmat akajon, sog' bo'ling. Rahmat.